Cobalt'da 2025-yil ishlab chiqarilgani, ya'ni 6000 kilometr yurgani kelib qoldi akalar. Holati вообще ideal. Kraskalari top-toza. Nomeri nimaga sariq deganlar uchun, xudo xolasa, akalar. Xo'p, akam o'zi arendatorlar, ayollari faqat bu davlatdan emas, ya'ni O'zbekistonlik emas. Shu hisobiga ayollarning nomlariga akalar, shuning uchun sariq nomer taqilgan akalar. Obzor qilib beraman akalar. Mashina holati zo'r. Salonda ozgina mehrlari bor. Boshlang'ich 3000, 4000 pulingiz bo'lsa, xudo xolasa, yaxshi ishlaydigan bolalar bo'lsa, toshkentlik bolalar bo'lsa beraman deb turibdi. Faqat Toshkent shahar, Toshkent atrofiga, Toshkent viloyatiga ham beriladi, menimcha akalar. Ketdik obzor qilib beramiz akalar. Yil 2025, akalar ko'rib turgan bo'lsangiz, balonlar yaxshi holatda, faralari yaxshi holatda, kraskalari top-toza akalar. Salon qismiga keladigan bo'lsangiz, apshipkalari yaxshi holatda, chexollari yomon emas akalar. Pulklari yaxshi holatda, o'zini mana bunaqa rullariga polni anaqa qilingan. Tununkula qilingan. 5,5 ming kilometr yurgan, 6000 da bordim akalar. Mashinamiz avtomat ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bunaqa test monitorlarigacha bor. Tayyor holatda akalar. Tayyor holatda. Xudo xolsa aka, hozir bagajlarni ham bitta ko'rsating. Bagajlarda ham ancha mehrlar qilingan. Xo'p, yaxshi Starline pultlar bor akalar, qaranglar. Xullas. Bagaj qismiga keladigan bo'lsa, aka qaranglar. Ko'rasizmi, akkuratlik ham, hidlari ham zo'r bo'lib turibdi. Eski magnitofonlari bor, ko'rib turgan bo'lsangiz, tayyor holat. Agar misol uchun pulingiz yo'q bo'lsa, misol uchun 3-4 ming pulingiz yo'q bo'lsa, yaxshi bitta Spark'larmi, Nexus'lar bo'lsa, пожалуйста, barterga ham ishlab olishadi. Mashinalarni narxlashadi, qolganini eshitdi, nasib savdo qilib berishadi. Xullas, tegiragalar nomerlarni qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Cobalt qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, akalar joninglar sog' bo'lsin, o'zingizlar ehtiyot qilasizlar.